Toshkentda eng arzon avtosalon deb Dream Drive aytishgan edi. Ishonch komil qilish uchun avtosalonga o'zim keldim mana. Hozir ichkariga kiramiz. Narxlar haqiqatan arzon bo'ladigan bo'lsa, sizlarga bepul reklama bo'ladi. Foydalanamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Alaykum assalom. Mashinalar narxlari bilan tanishmoqchi edim. Iloj bo'ladi? Hozir siz ko'rib turavering, menejerlarni chaqirib yuboraman. Bo'ldi, xo'p bo'ladi. Mashinalar juda ham ko'p ekan. Menejerlar kelguncha bor mashinalarni prosta aytib bermoqchiman sizlarga. Li bor ekan, Dipal bor ekan, S07, S09, Mer struktura nima aytdi. Mashina xullas assortiment katta ekan, ancha. Hozir yana to'liqroq ma'lumotini olib, narxlar bilan tanishamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Keling, nima qilasiz? Rahmat. Eshitishim bo'yicha avtosaloninglar Toshkentda eng arzon narxlarda sotar ekan. Da, xuddi shunaqa. Mana shu narsani eshitdim, shuning uchun o'zim ishonch komil qilish uchun, narx-navo bilan tanishish uchun keldim aka. Albatta. Nima mashinalar bor? Nech pul narxlarda agar iloji bo'lsa ma'lumotini bersangiz zo'r bo'lardi. Hozir bu ko'rib turgan ushbu 3 ta avtomobil Xitoy o'zida yurgan, hammasiga kraskasiga, probegiga javob beriladi. Har bitta mashinani o'zimizning mutaxassisimiz bor, kelgan paytda tekshirib olishadi mashinalarni. Agar qanaqadir defekt chiqadigan bo'lsa, to'langan puli 100% nazorat qilib beramiz. Misol uchun aytaylik, bu Li 9 xuddi shunaqa. nech pul mashina? Hozir yangisini bilsangiz kerak, 72, 74 sotilyapti. Bu yurganning hisobiga 62 ming dollarga qilib beramiz. Bu Li 7, bu Li 6. Li 6, Li 7. Xuddi shunaqa. Li 7 avtomobilni hozir kunday bozordagi narxi 62, 63 atrofida sotilyapti. Bizning avtosalondan 52 ming dollarga xarid qilish mumkin. Men rosa qiziqdim shu mashinaga, lekin aka, iloji bo'lsa mashina ham ma'lumotini bersangiz. Mercedes-Benz EQE 500. Bu mashinadan, bu modeldan o'zimizga juda kam kirgan. 608 km tokda yurib beradi. Toza elektr mashina. Bu avtomobilda 448 ta ot kuchi bor. Eng qiziq joyi, aka narxi 63 ming dollarga avtosalonimizdan kelib, olib chiqib ketishlari mumkin mijozlarimizni. Polniy привод bu? Da, polniy привод 4 ta balon tortadi. Bu mashinani topish juda ham qiyin. O'zi juda ham kamchilik olib kirib sotyaptimni. Agar qiziq bo'ladigan bo'lsa, videoga bitta like bosib qo'yinglar-da, mashina olmoqchi bo'lgan yaqinliklarga tashab qo'yinglar. Agarda meni nomimdan kelishadigan bo'lsa, mana shuncha odam ko'ryapti, prosta foydali bo'lsin deb aytaman. Mana shu mashinani olishadigan bo'lsa, bonusiga nima qo'shib bera olamiz? Buni bitta o'ylab ko'rish kerak, aka, lekin. Men bitta taklif bersam, agar ma'qul desangiz, bitta smartfon qo'shib bera olamizmi? Bo'ldi, qo'shib beramiz. Smartfon qo'shib beramiz. Albatta. Bo'ldi, joningiz sog' bo'lsin. Dipal C07 ham lekin rosa trend bo'lyapti, dahshat mashina ekan. Shunaqa aka, bu mashinani bilgan biladi. Depal S07 bu 285 km tokda yuradigan aka. Ko'pchilik bu modelni 215 bilan adashtirib qo'yishadi-da. Bu mashina 215 bilan nima farqi bor desa, aka, avtoparkovka qo'shilgan bunda, hadovi yumshoqlashgan, adaptivniy kruz kontrol kuchaytirilgan. Eskisida 5 ta kamera bo'lardi, aka. Hozir salon mashinaning tashqi qismida 8 ta kamera, salonning ichki qismida 2 ta kamerasi mavjud bu mashinada. Dop opsiyali ekanda. Ha, shunaqa dop opsiyali. Ko'rgan bo'lsangiz kerak, videoda orqasidan mashinalar kelib yetyapti deb hech nima qilmayapti. Shunaqa ancha baquvvat mashina ekan. Xuddi shunaqa. Haqiqatdan cho'tki ishlab qo'yibdi. Ko'chada ko'rayotgandirsizlar o'zingizlar ham. Rosa ko'pchilik mana shu mashinadan olib haydayapti. Haqiqatdan zo'r ekan. Men o'zim ham ko'rib, ishonch komil qildim. Narxini nech pul berasizlar? Skidga qo'yib beramiz buni narxini 27500 dollarga. Bunaqa narx hali hech kim bermagan. Avtosalonlar ichida narxni bitta solishtirib ko'ring. Agar bunaqa narx bersa, ulardan ham arzon beramiz biz. Ochig'ini aytaman, aka, 28 mingdan sotdim uni. Aka, nima mashinalarga to'g'risi buni tushunmadim, lekin neobichniy mashina ekan haqiqatdan. O'zimizga birinchi kirib kelgan brendlardan Nio L60, bular juda ham mustahkam mashinalar bular ham. Bular narxi aka 42700 dollar. Bu ham xuddi shu brend Nio L60, bu batareykasi hajmi kattaroq modeli. Buni narxi 47500 dollar aka. 47500. Xuddi shunaqa. Ha, demak, batareyga hajmida hozir razницasi bor. Xuddi shunaqa. 65 kilovatli bo'lsa, bu 85 kilovatli model aka. Shunda mana kelmoqchi bo'lgan, olmoqchi bo'lgan odam misol uchun kelsa, nima mashinalar bor o'zi umumiy hisobda. Avtosalon o'zi multibrend avtosalon. Liboy model topsa bo'ladi. Hozirgi kunda Depal S09, Depal S07, S07 ning o'zining ham aka 2 xil 3 xil variantlari bor bizda. Mercedes kerakmi, Nio kerakmi, Lini probegli, bez probeg, hamma variantdan bor aka. Xullas, hozir Xitoyga eng zo'r inomarkalari, trenddagi yurgan eng yaxshi mashinalari bor sizlarda. Albatta. Yaxshi. Zo'r, qaranglar o'rtoqlar, sergeligiga kelaverishda, mashina bozoriga yetmasdan 10 qo'lda Dream Drive avtosaloni. Ishonch komil qilinglar deb bemalol kelinglar, narxlarni o'zingizlar ko'ringlar. Yo'qsa bitta videoga like bosib qo'yamiz, mashina olmoqchi bo'lgan tanishinglarga videoni shundan jo'natib qo'yinglar bo'ldi. Pastda raqamlar bor, aloqaga chiqib ko'ramiz.